Vashi olib chiqqim kelmaydi shunaqa narsalar. 1 yilda men 4 marta agar mo'riga borsam, men ko'p zagar olaman, chunki badanim, terim juda ham oq bo'lgani uchun. Menga yoqadi, qoraroq qiz bo'lib yurish ko'proq yoqadi. Telada zagar bo'lgani yoqadi. 2-3 ta plus protsedura bo'lishi mumkin. Agar ko'p zagar olmasam, 4 marta yetadi 1 yiliga menga. Biorevitalizatsiya. Men har 2 hafta qilib olmayman, kurs qilib, потому что men kojam уже напитанный. Unaqa qurib turshak bo'lishigacha bormayman. Поэтому 3 oyda bir marta biorevitalizatsiya qilaman. Qaysi preparatni tanlashni kojam состоянияsiga qarab tanlayman. Yiliga 2 marta botoks protsedurasini qilaman. И peeling, yengil peeling 1 oyda 1 marta. Всё. Boshqa hech narsa, lekin bu yil RF lifting, ertaga RF lifting qilaman. И честно отзыв aytmasligim. Домашний uhodimga ko'p kosmetika ishlataman. Ko'p degani endi часто almashtiraman. Mass marketda ham olaman, premium качествоni ham olib ishlatib ko'raman и профессиональная liniya. Mass market yomon ishlaydi deganlar uchun yo'q. Yaxshi ishlaydigan mass marketlar ham bor, рабочий ishlaydigani ham bor. Prof liniyani hammasi zo'r ishlaydi degani yo'q. Hammasi ham zo'r ishlamaydi prof liniyani. Lux ham hammasi ham zo'r ishlamaydi. Xullas 1 yilda 2000, 2500, balkim 3000 atrofida polniy uhodlarimga, protseduralarimga ketadi. 1 yilda.